Assalomu alaykum, Ne'matjonbek YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarga sun'iy urug'lantirishdagi kamchilik, xatolar hamda qo'yish usullari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Birinchi navbatda sun'iy urug'lantirishning afzallik tomonlari juda ham ko'p. Avvalambor yaxshi nasl beradi sun'iy urug'lantirish. Shuning hisobiga ko'pchilik qishloq xo'jaligi qoramollarda sun'iy urug'lantirish amalga oshiriladi. Kamchiliklari keladigan bo'lsa, avvalambor sun'iy urug'lantirish kelgan xo'jalikda birinchi dastur avval azot bochka bilan kelishimiz kerak. Azot bochka. Keyin mana bu apparatimiz termostat. Ya'ni mana gradusni ko'ryapsizlar, 37.4. Ya'ni hayvon egasiga oddiy misol qilib tushuntiraman. Hayvon egasiga aytasiz, suv olib kel deysiz. Siz bilmaysiz suvni necha gradusligini. Bu apparatimiz o'sha eng minimal tana harorati 37 gradusga qo'yib olasiz va shunga urug'ni 40-45 sekund davomida qo'yib boriladi hamda srazi qoramolga jo'natiladi. Hozir sizlar bilan dastavval sun'iy urug'lantirishni jarayonini qo'yib boraman, kuzatishga davom eting. Mana azot bochkamiz sasdiya. Hozir xo'jalikka kelganimizda ichidan urug'ni olamiz. Mana ichidan payeta bor. Payeta. Ucuna payeta olamiz. Ucuna oldik. Darhol mana shunday ichiga qo'yib boramiz. Mana ko'rsin. Orayog'i 40-45 sekund turadi. Aytishlaringiz mumkin, nimaga gradus 0.1 tushdi deb, azot bochka sog'ligi tufayli mana yana o'zi holatiga qaytyapti. %9 natr xlor fiziologik eritma bilan qo'yib boramiz. Kateter bilan ham qilsa bo'ladi. Men lekin qulayim shunda-da. Har kim qulay. Shuning uchun shpris bilan jo'nataman. Aytishlaringiz mumkin, kateter bilan qilsang bo'ladi-ku deb. Hamma beturaydi, o'zining qulay tarafi bor. Urug' tayyor bo'ldi. Hozir qo'yamiz. Ketdik. Videoni oxirigacha kuzatib boring. To'xtat. Bachadan birinchisi. Ochilgan. Bo'ldi mana. Urug'lar jarayon bo'ldi. Agar video sizlarga qiziq bo'lsa, bitta like tugmasini bosishni unutmanglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Hammalaringizga rahmat.